تبدى هلال الشهر بالكون باسما فأقبل بالأنوار خير المواسم وغير بالأكوان أمرا نجل تنبه فهذا الشهر شهر العظائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi sana 2025-yil fevral oyining 25-seshanba kuni sizlar bilan bugun yangi bir kitobni dars qilib boshlaymiz. Mana bu boshlamoqchi bo'lgan kitobimiz mana Ramazon oyi yaqinlashib qolganligi, deyarli mana 5-6 kun qolganligi munosabati bilan Ramazonga taalluqli bo'lgan bir mavzuda dars qilamiz. Xossatan Ramazon oyini o'ziga emas, balki roza ahkomlariga taalluqli bo'lgan ba'zi bir mavzularni dars qilib gaplashib o'tamiz. Inshaalloh mana bu boshlagan darsimiz qisqagina bir qo'shimcha dars sifatida o'tamiz va dars soatini ham imkon qadar, ya'ni buni kamroq qilishga harakat qilamiz. Nimaga? Chunki tushunarliroq bo'lishi uchun. Xo'p, biz mana bu darsimizda foydalanadigan kitob Xolid al-Juhani degan bir kishi bor Misrda. Mana shu kishini kitobidan foydalanamiz. Ya'ni bu kishini kim ekanligini bilmoqchi bo'lgan odamlar internetga kirib tekshirib, ya'ni bilib olsa bo'ladi. Ya'ni men qisqacha aytib beraman. Xolid ibn Mahmud al-Juhani degan odam bor. Xolid, ya'ni o'zining ismi, otasining ismi Mahmud al-Juhani, ya'ni bularda o'zini haligi nima deb aytiladi? Masalan, bizda familiya sifatida ishlatiladi-ku. Masalan, Temirxonovlar deb qo'yadi yoki bo'lmasa boshqalar deb qo'yiladi, masalan, shunga o'xshagan narsada. Ya'ni biz mana shu Xolid ibn Mahmud al-Juhani degan kishini qisqa bir kitob yozib chiqqan. Ana shu kitobidan foydalanib turib dars qilamiz. Ya'ni bu kitobi, ya'ni qisqa derkan, o'ta qisqa ham emas, balki 250 sahifacha. 250 sahifacha. Mana bu kitobini ham mana kanalimizga tashab qo'ydik. Arab tilini biladiganlar bemalol kuzatib borsa bo'laveradi. Mana shu kitobdan foydalanib inshaalloh darsimizni olib boramiz. Xo'p, endi Xolid ibn Mahmud al-Juhani, mana shu kishini yana qisqaroq aytib qo'yadigan bo'lsak, bu kishi 1986-yilda tug'ilgan. Ya'ni 86-yilgi kishilardan, ya'ni yoshi ham katta emas. Masalan, yoshi bo'ladigan bo'lsa, shu 38larga kirgan kishilardan va hozirgi kunda mashhur bir shayx bor. Ilmda ham juda ham, ya'ni usta bo'lgan bir shayx bor. U shayx Vahid Abdusalam Bali. Vahid Abdusalam Bali. Biz ana shu Vahid Abdusalam Balini bir kitobini dars qilgan edik. O'zi aslida ikkita kitobidan dars qilganmiz. Ya'ni Viqoyatul insani minal jinni va shayton, insonni jin va shaytondan saqlanishi degan nomli kitobini dars qilganmiz. Ana shu kitobini, ya'ni yozgan insonni ismi Vahid Abdusalam Bali. Ana shu kishining shogirdlaridan. Ana shu kishining shogirdlaridanki Xolid ibn Mahmud al-Juhani. Hozir aytib o'tdim, mana yoshi ham yosh. Ana shu kishining shogirdlaridan. Bu kishining bir qancha kitoblari bor. Hozirgi kunda ana shu Misr diyorida yashab turadigan, Misr diyorida bo'lgan talab ilmlar ko'p kitoblarini foydalanib o'qiydi. Haqiqatda ko'p kitob bor. Endi biz xossatan mana shu kishini mana roza ahkomlariga taalluqli bo'lgan bir kitobini dars qilib boshlaymiz. Hozir mana kitobning nomini ham aytamiz. Qarang, mana kitobning nomi Al-Muxtasarul Mufid fi ahkamis siyam va adabil Eid deb turib nomlangan. Ya'ni Muxtasarul Mufid deb aytilyapti. Muxtasarul Mufid degani foydali bir muxtasar, ya'ni qisqacha bir foydali bir kitob. Fi ahkamis siyam, roza ahkomlari borasida va hamda hayit bayram namozini odoblari haqida. Demak, xossatan rozaga taalluqli bo'lgan mavzular bor bu kitobimizda va hamda hayit namoziga taalluqli bo'lgan mavzular bor va undan tashqari boshqa ko'p mavzular bor. Hozir darsimizni boshida ishora qilib aytib o'tamiz. Xo'p, endi bu yerda yana eslatib aytadigan narsalarimizdan biz bir qancha o'zi rozaga taalluqli bo'lgan kitoblarni ko'rdik. Ba'zi kitoblarda masalan to'laroq yozilgan bo'lsa, ba'zi kitoblar bir tarafga ahamiyat bergan. Masalan, mana ba'zi kitoblarda ana shu oldingi ulamolarni kitoblarini, masalan hadislarini olib turib, mana ba'zi kitoblarda qarasangiz Bulug'ul Maromda hadis kitobini sharhlagan, ba'zilar bo'lsa masalan fiqhdagi hadis, ya'ni xossatan mana shu fiqh kitoblaridagi roza ahkomlarini masalan sharhlab chiqadi.
masalan qaysi kitob bo'lsa ham, misol uchun aytaylik Ravdul Murbi kitob bo'lsin, yoki bo'lmasa Iqno kitoblari bo'lsin, yoki bu yoqda Hanafiylarda boshqa bir kitoblari bo'lsin, xullas qaraydigan bo'lsangiz, ana shu kitoblarda ro'za ahkomlarini sharhlagan. Endi men mana shu kitoblarni tekshirdimda, ichida jomiroq va ko'p ma'lumotni o'z ichiga olgan kitobni mana shu qo'limizda turgan Al-Muxtasarul Mufid fi ahkami siyam va adabil Eid kitobi ekanligini topdim. O'z aslida bu kitobni men PDF dan foydalanib o'qiyapman, ya'ni menda kitob yo'q buni. Ya'ni bir qator men aytib qo'yapman buni. Endi PDF da, ya'ni shuni bilingki, ba'zi bir xato kamchiliklar ba'zida bo'lib qoladi. Ya'ni doim emas. Hali ba'zi kitoblarda shunda PDFlarda birinchi bosmalardan bo'lib chiqib qolganligi uchun ba'zi xato kamchiliklari bo'lib qolishi mumkin. Inshaalloh ishora qilib o'tamiz agar esimizda tursa, bo'lmasa shunday to'g'rilab ham aytib ketaveramiz, ya'ni. Xo'p, demak, gap xulosasi shu. Mana ro'za ahkomlari, mana shunga taalluqli bo'lgan mana mavzuda darsimizni boshlayapmiz ekan. Va kitobning nomi Xolid ibn Mahmud al-Juhaniyning kitobi, ya'ni mana shu kishining kitobining nomi Al-Muxtasarul Mufid fi ahkami siyam va adabil Eid degan kitobi. Demak, bu kitob o'zi aslida qaysi mavzularni o'z ichiga olgan, men unga hozir birozdan keyin ishora qilaman. Mana muqaddimalarida o'zi ishoralar bor. Ana shularga ishora qilib aytib o'tamiz. Endi yuqorida aytib o'tganimizdek, ya'ni ba'zi kitoblarda tekshirdim, mana shu ro'za ahkomlariga taalluqli bo'lgan mavzudagi kitoblarda tekshirdim. Ya'ni ko'rsak, ana shu oldingi ulamolarni, xosatan Kitabu Siyam, ya'ni ro'za ahkomlariga taalluqli bo'lgan mavzularda sharhlab chiqilganda, lekin hozir aytganimdek, mana bu kitobda qo'shimcha ma'lumotlar bor. Ya'ni ozgina bir to'laroq qilib yozilgan, lekin shu bilan birgalikda kitobni muxtasar deb turib nomlagan. Xo'p, keyin undan tashqari men o'zim ham harakat qilaman. Mana ba'zi zamonaviy bo'lgan narsalar bor. Ana shularni o'zini joyida aytib ketishga. Masalan, burunga sepadigan spreylar bor. Ba'zi odamlarda burni bekilib qoladi. Ana shu narsalar ro'zani ochadimi, yo'qmi? Mana shunga o'xshagan narsalarga inshaalloh o'zini joyida ishora qilib aytib o'tib ketaman. Xo'p, keyin undan tashqari hozir men mana boshlab kitobimizni o'qib ketaveraman. Ba'zi narsalar esimizga kelib qolsa, to'xtab aytib o'taman. Inshaalloh to'xtab aytib o'tishga harakat qilaman. Xo'p, qarang. Demak, hozir kitobimizni deyarli 8-sahifasidan boshlab o'qiymiz ekan. PDFda 8-sahifasida, ya'ni boshdan bosh salovatlar bilan, hamdlar bilan boshlaganda, ya'ni muqaddima. Endi men muqaddimani, ya'ni xosatan kerakli joyini aytaman mana. Fala tazalu hajatun nasi ilal ilmi qoimatan madamatil hayatu degan joydan ishora qilib aytib ketaman. Qani aytayaptilarki, insonlarni ilmga bo'lgan muhtojligi, ya'ni insonlar shu ilmga muhtoj, shu muhtojligi hayot davomida davom etadi, qoyim bo'ladi. Ya'ni hayotda masalan inson doim ilmga muhtoj bo'laveradi-da. O'zi aslida bu yerda men yana bir ishora qilib aytib ketmoqchi bo'lgan narsam shuki, masalan qarang, mana ro'zaga taalluqli bo'lgan ahkomlar, ro'zaga taalluqli bo'lgan masalan darslar bor, kitoblar bor. Ko'pincha odamlar erikadi mana shu kitoblarni o'qigani yoki bo'lmasa tayyor bir darslarni eshitgani ham erikadi masalan. Mana shunda ba'zida shunaqa jonli dars qilib turib mana o'tib qo'yamiz, shu bahona dars bo'lib qoladi. Shu bahona mana bu kitobni o'zi ham tarjima bo'lib qoladi va shu bahona ba'zida mana shunaqa jonli onlayn qilib dars qilib qo'yamiz. Ya'ni eshitadigan odamlar eshitmay foydalanib olaveradi. Ba'zi mana oldimizda turgan odamlar ham eshitib foydalanib, ya'ni dars qilib ketaveradi. Tushundinglar-a? Keyin bu yerda xosatan yuqorida aytib o'tgandek, ya'ni bir qancha o'zi ustozlarimiz dars qilgan bu ro'za ahkomlari haqida. Ro'za ahkomlari haqida dars qilingan. O'zi aslida ularning darsi bizni darsimizdan ko'ra yaxshiroq va kifoya qiladi ularning darsi. Lekin men xosatan mana shu kitobni dars qilishimga o'zimizning tolibiy ilmlarimizdan biri sababchi bo'ldi. Ya'ni mana shu kitob dars qilinib qolsa yaxshi bo'lardi. Biz o'zimiz ham ba'zi talabalarga dars berayotgan edik. Shu kitobdan masalan dars qilib qo'ysiz, eshitib, foydalanib dars berardik deganligi uchun yana mana shu kitobni dars qilib boshlayapmiz-da inshaalloh. Xo'p, keyin undan tashqari yuqorida aytganimizdek, ustozlarda yaxshi darslari bor, bemalol eshitib, ana shulardan foydalansanglar bo'ladi. Lekin shu bilan birgalikda men o'zim inshaalloh ba'zi bir muasir masalalarni, hozirgi mana zamonamizdagi ba'zi bir masalalarni qo'shib gapirib ketishlikka harakat qilaman. Agar inshaalloh bir vaqtim yetadigan bo'lsa, xosatan ba'zi ana shunaqa shunga taalluqli bo'lgan, ya'ni mavzularni yozib kichkina bir kitobcha qilib tayyorlab qo'yaman inshaalloh. Ya'ni xosatan mana shu ro'zani buzadigan narsalar, zamonaviy narsalar. Masalan, mana ba'zilar savol beradi, basenda cho'milsa nima bo'ladi? Yoki burunga sprey sepsa nima bo'ladi? Yoki ukol olsa nima bo'ladi?
yoki bo'lmasa borib analiz uchun qon topshirsa nima bo'ladi, ro'za buziladimi yo'qmi, yoki bo'lmasa tish shotkada masalan ali majun deb qo'yadi-ku zunniy pasta, shunaqa narsada tishini yuvsa nima bo'ladi, mana shu savollar tug'ilaveradi-da. Shuning uchun ham mana bu yerda mana boshida aytib qo'yyaptiki, insonlarning ilmga bo'lgan muhtojligi hayot bor ekan davom etaveradi. Ya'ni to'g'ri, masalan oldingi darslar ular dars bo'lib qolaveradi, lekin odam yangicha bo'lgan bir ma'lumotlarni eshitgisi kelib, shu yangi darslarga qiziqaveradi-da. Qarang, tushunali-ya? Chunki aytayapti mana ilm bilan odamlarda hayoti yaxshi bo'ladi, ularning ibodatlari sahih bo'ladi. Chunki odamlar Alloh subhanahu va taologa ulug' bo'lgan, hanif bo'lgan shariatga muvofiq ibodat qilishlikka buyurilgan va hamda shu pokiza hammaga namoyon bo'lgan sunnatga ergashishlikka buyurilgan odamlar. Shuning uchun ham ulamolar insonlarga shar'iy ilmlarni yaqinlashtirishlikka haris bo'ldiki, insonlarning aqliga munosib bo'lgan so'zlar bilan, insonlarni saqofatiga, madaniyatiga bog'liq bo'lgan so'zlar bilan imkon qadar ilmni yaqinlashtirishlikka harakat qilishgan. Nimaga desa, ilmda yekizish sharafini qo'lga kiritishlik uchun. Endi men ham deydilar shayx hafizahulloh, mana shu kitobni yozgan Xoli Juhani aytayaptilarki, men ham deydilar, shuning uchun ham ro'za va hayit namozlarini ahkomlarini jamlashga qiziqdim. Va hamda xosatan ro'za va hayit namozlariga taalluqli bo'lgan foydali, muxtasar bo'lgan bir kitobda ikkalasiga bog'liq bo'lgan narsalarni jamlashga harakat qildim deb aytayaptilar. Tushundinglar? Ya'ni ikkalasiga ya'ni ro'za ahkomlari bor va hayit namoziga taalluqli bo'lgan mavzular bor-da. Hali o'zidan o'tamiz. Hozir yana men ishora qilaman, qanaqa mavzular bor bu kitobning ichida, biz nimalarni gaplashib o'tamiz. Ishora qilaman ya'ni. Xo'p, keyin yana qarang, mana bu joyda aytib qo'yganki, men deydilar Alloh subhanahu va taolodan bu borada istixora qildim. Ya'ni Allohdan xayrligini so'rab namoz o'qidim demoqchi-da. O'zi aslida inson har bitta xayrli ishni boshida istixora qilishlik kerak. Har bitta xayrli ishni boshida. Ya'ni siz qiladigan xayrli ishingiz uchun emas, xayrli ish uchun qilinmaydi. Misol uchun aytaylikki, masalan namoz o'qisam yaxshimi, yo Qur'on o'qisam yaxshimi deb turib, siz u xayrli ishlar uchun nima qilmaysiz? Masalan aytaylikki, bunaqa xayrli ishlar uchun istixora qilmaysiz. Lekin bu yerda Allohdan madad so'rash ma'nosida istixora qilish bor-da. Mana shu ma'noga ishora bor bu yerda. Xullas qalbim ochildi deydi mana. Menga mana shu qulay bo'ldi. Ya'ni shu kitobni yozishlik oson bo'ldi. Allohga hamdlar bo'lsin. Va hamda men bu kitobni ro'za ahkomlari va hayit namozini odoblari haqidagi foydali bir muxtasar kitob deb turib nomladim. Allohdan o'zini ulug' yuziga xolis qilishini so'rayman va hamda kitob bir tamhid holatda, ya'ni kitobning ichida nimalar bor deyilsa, hozir aytib ketyapti, kitob o'zini ichida olgan narsalar tamhid bor. Birinchi navbatda kirishamiz hozir biz va 5 ta bo'lim bor. Shunaqa narsalarda aytib o'tilgan va hamda manbalar bor, qaysi manbalardan olingan va hamda tarjimalarini, ya'ni mundarija deb qo'yadi-ku, ana shularni ham qilib chiqqanman, hali keladi bular deyapti-da. Qarang, mana hozir birinchi navbatda biz kitobni o'qishni boshlaymiz. Ana shu boshida masalan ro'za oyini fazilatlari bor. Birinchi masalada, ikkinchi masalada ro'zani fazilatlari bor. Uchinchi masalada Ramazon oyini qanday kutib olinadi? Mana Ramazon oyiga oz qoldi, qanday kutib olinadi? Mana shunga taalluqli bo'lgan mavzular bor. Xo'p, keyin ketamiz, ya'ni alohida bitta faslga o'tamiz. Ana shu faslda ro'za ahkomlarini gaplashamiz. Unda 10 ta masala bor. Har bitta masala katta bitta mavzu. Ya'ni shu 10 ta mavzu bor deb aytamizda. Ro'za o'zi nima degani? Ro'zani hukmi? Ro'zadan hikmat nima? Qachon Ramazon ro'zasi vojib bo'ladi? Qachon Ramazon ro'zasi ro'za bo'ldi deb aytiladi? Va hamda ro'zador odamga qilishi mustahab bo'lgan narsa nima? Ro'zani buzadigan narsalar nima? Va hamda ro'zani ochib tashlaydigan ba'zi hozirgi asrimizdagi narsalar bor. Ana shu yuqorida ishora qilib aytdik-ku, ana shunaqa narsalarni o'tamiz. Masalan, burunga haligi sepiriladigan narsalar va hokazo. Shularga ishora qilib aytib o'tamiz. Va hamda ro'za mustahab bo'lgan kunlar bor. Ya'ni ro'za tutishingiz Ramazondan tashqari mustahab bo'lgan holatlar bor. Ularda aytib o'tiladi. Tushunali-ya? Keyin undan tashqari ro'za tutish joiz bo'lmaydigan kunlar ham bor, ularni ham aytib o'tamiz. Xo'p, keyin undan tashqari e'tikofga taalluqli bo'lgan masalalar bor. Ularni o'tamiz. Xosatan buni ichida ham bir qancha masala bor. Ya'ni e'tikofning sahih bo'lishi, sharti, e'tikofni buzadigan narsalar. Keyin zakatul fitr masalasi bor. Zakatul fitrda ham ba'zi narsalar ixtilofli. Masalan, zakatul fitrda pulini chiqarsa bo'ladimi, yo'qmi? Yoki bo'lmasa ketaveradi, ya'ni.
va hokazo shunga taalluqli bo'lgan narsalar bor. Va hamda biz aytamiz, mana shu darslarda eshitib quloq solgan odamlarga biron bir savol tug'ilsa, savol berishinglar mumkin. Mana shu gapirib turgan kanalimizda o'zi link qo'yib qo'ygan admin birodarlarimiz, ana shunda bemalol ya'ni kirib savol bersanglar ham bo'ladi. Xo'p, xullas, yana aytiladigan narsalardan biz hali hayit namozga taalluqli bo'lgan odoblari, mana shu narsalarni o'tamiz va hokazo xutbaga taalluqli bo'lgan narsalar bor. Bular keladi. Xo'p, hozir endi gapning xulosasi tushunarli bo'ldi. Mana shuncha hozir gapirgan gapimiz mana bir muqaddima bo'ldi. Endi mana darsimizni boshlab ketaveramiz. Yuqorida aytganimizdek, birinchi navbatda biz kirishma qilamiz. Mana shu kirishmada 3 ta katta masala bor. Birinchi masala Ramazon oyining fazilati. Ikkinchi masala Ramazon ro'zasini fazilatlari. Xullas, ro'za tutishda fazilatlari bor. Ya'ni birinchi navbatda Ramazon oyining fazilati bor, ikkinchi navbatda ro'zani fazilatlari bor, uchinchi navbatda Ramazon oyi qanday holatda kutib olinadi. Ana shu narsalar bor. Ana shu narsalarga hozir ishora qilib aytib o'tamiz. Xo'p, demak, qarang. Birinchi navbatda hozir aytganimizdek Ramazon oyining fazilatlari. Mana kitobda beryapti, biz shu kitobni o'zbekcha qilib aytib ketyapmiz. Xo'p, Ramazon oyining fazilatlari o'zi nima? Nimalar bor? Ramazon oyining bir qancha fazilatlari bor. Shu Ramazon oyining fazilatlaridan Ramazon oyida jannat eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari yopiladi va hamda shaytonlarni haddan oshib juda ham sarkash bo'lgan shaytonlar ular zanjirband qilinadi. Endi birontasini ana shu shaytonlar aldab vasvasa qilib unaqa qila olmaydi. Bu yerda tanbeh bo'lgan joy bor. Masalan, shaytonlarning hammasi kishanband qilinadimi yoki kattalari qilinib, kichiklari qoladimi degan masala bor. Bu ulamolar gapirgan bunda, bu ixtilofli masala. Ba'zi ulamolar yo'q, kattalari qilinadi, kichiklar qoladi deb aytilgan. Keyin undan tashqari mana shu masalada mana ba'zilar ham savol beradi. Masalan, shaytonlar shu nimada bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana ba'zi ulamolar aytgan deyapmiz-ku, masalan, hamma shayton bo'ldi kishanband qilinadi. Xo'p, hamma shaytonlar shunaqa zanjirband qilinsa, unda inson nimaga gunoh qilib qo'yaveradi baribir? Mana bu joyda insonning nafsi degan narsa bor. Nafs juda yomon narsa. Ba'zi o'rinda shaytondan yomonroq narsa bo'lib qoladi mana shu narsa. Shuning uchun ham innan nafsa la'ammaratun bisu degan-ku mana Alloh taolo. Ya'ni nafs yomonlikka ko'p buyuradi, insonni juda ko'p marotaba yomonlikka qil, mana shu yomonlikni deb turadi mana shu insonning nafsi. Biz mana shu narsalarni inshaalloh gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak, Ramazon oyida jannat eshiklari ochilishini mana misollari, hozirgi mana shu aytgan gapimizga dalillar Buxoriy, Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib keltirgan hadisi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: agar Ramazon oyi kiradigan bo'lsa, jannat eshiklari ochiladi va jahannam eshiklari yopiladi va zanjirlar, ya'ni shaytonlar zanjirband qilinadi degan. Ya'ni nima degani? Shaytonlar zanjirband qilinadi va sulsilati shayotin deb aytilganda nima degani bu? Ya'ni bu degani shaytonlar musulmonlarni fasod qilishdan, o'zlarini orzu istegiga yetishdan man qilinadi. Yeta olmaydi ya'ni. Masalan, Ramazondan boshqa oyda qilib turgan, Ramazondan boshqa oyda shaytonlar qilib turgan, ya'ni o'zini kuchi bilan, qudrati bilan Ramazondan boshqa oyda qilib turgan, xosatan Ramazon oy kelgan mahalda musulmonlarni fasod qilishdan bo'lgan maqsadiga yeta olmaydi. Mana shu narsadan to'sib qo'yiladi. Mana shu narsa bu yerda aytilyaptiki, mana ay muniatil minal wusuli ila bughyatiha. Ya'ni orzusiga yeta olmaydi musulmonlarni fasod qilishdan. Bil qadri alladhi kana taf'aluhu fi g'ayri Ramazon degani, Ramazondan boshqa oyda masalan shayton vasvasa qilardi. Ya'ni qarang, mana bu joyda ana shu Ramazondan boshqa oyda qanday vasvasa qilsa, u darajada qodir bo'lmaydi. Qodir bo'lsa ham ozmoz qodir bo'lishi mumkin, lekin avvalgidaqa bo'lmaydi deganida. Mana shu ma'noda deb ham yana sharh qilingan, tushunarli. Ya'ni bu degani shaytonlar olib borib zanjirband qilib qo'yilmaydi-ku, lekin avvalgi holatdan man qilinadi. Ya'ni ma'naviy zanjirband bo'ladi degan ma'no bor. Xo'p, bu ham bitta ma'no. Xo'p, xullas nima bo'lsa ham jannat eshiklarini mana ochilishi, jahannam eshiklarini yopilishi, shaytonlar zanjirband qilinishi, demak, mana bu oy kirganligini bitta alomati. Ya'ni Ramazon oyi kirganligini bitta alomati. Ramazonning hurmatini ulug'lashlikka bitta alomat bo'ladi. Bo'ldi, Ramazon oyiga siz bilan biz kirib kelgan bo'lamiz. Mana shu Ramazon oyini ulug'lashimiz kerak bo'ladi.
Vaholanki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi-ku, "Va man yu'azzim sha'airalloh fa innaha min taqval qulub." Kim Allohning shiorlarini ulug'lasa, u qalbni taqvosidan bo'ladi u narsa. Demak, mana shu oyatdan kelib chiqib ulamolar aytganda, masalan, hayz ayol ham Ramazonda roza tutmaydi-ku, hayz ayol. Hayz ayol ham Ramazonda roza tutmaydigan bo'lsa ham, xuddi o'zini rozadorga o'xshatib yurish kerak degan. Imsok unga vojib bo'ladi deb qo'yishadi buni. Ya'ni imsok degandan maqsad, ya'ni xuddi rozadorga o'xshab, u bu narsa yemasdan yurish kerak. Yesa ham berkinib yeyish kerak va hokazo shunaqa narsalarni fuqaholar gapirgan. Endi albatta bu narsa unga vojib emas. Vojib emas. Lekin siz bilan bizga kerak bo'lgan narsa mana shu joyda ayol kishi ham ana shu hatto hayz bo'lsa ham xuddi u rozadorga o'xshab yurish kerak. Nima uchun? Rozani hurmati uchun. Mana bu oyatga tushadi-da. Va man yu'azzim sha'airalloh fa innaha min taqval qulub. Allohning shiorlarini ulug'lash u qalbni taqvosidan. Demak, mana shu Ramazon oyini ulug'lashga kiradiki, Ramazon oyida ko'chada ovqat yeb yurmaslik, Ramazon oyida sigaret chekmaslik, nos chekmaslik. Ketaveradi hamma misolda. Ramazon oyida g'iybat qilmaslik. Ramazon oyi oyni hurmat qilishlik bor. Qarang. Va hamda shaytonlar zanjirband qilinishi mana bu nima uchun desa, mu'minlarga aziyat berishdan man qilinishi uchun. Aziyat bermasin deyilishi uchun. Xo'p, yana boshqa hadisda keladi, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Idza kana awwalu laylati min shahri Ramazon suffidati shayatin." Agar Ramazon oyining birinchi kechasi bo'ladigan bo'lsa, shaytonlar bog'lab qo'yiladi degani. Shaytonlar bog'lab qo'yiladi. Shu sulsilat degan yuqoridagi ma'noni o'z ichiga oladi bu. Suffidat degan demak shaytonlar bog'lab qo'yiladi. Va maradatul jin degani jinni shaytonlari, ya'ni jinni sarkash bo'lganlari, ya'ni haddidan oshganlari bog'lab qo'yiladi. Qarang, jin o'zi asli ibodat uchun yaratilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun" deydi-ku. Jin va insonni ibodat qilishi uchun, ya'ni menga ibodat qilish uchun yaratdim degan. Endi mana shu jin haddidan oshib ketadigan bo'lsa, shaytonga aylanib qoladi. Demak, marodatul jin deb mana bu hadisda kelyapti. Ya'ni jinlarni sarkashlari, haddidan oshganlari deganida. Tushundingizmi? Demak, mana shular bog'lab qo'yiladi va jahannam eshiklari yopiladi. Ya'ni oyning rahmatida bu hammasi. Qarang, mana bu oyni Alloh taolo siz bilan bizga nasib qilgan, mana shu oydan kelib chiqadi mana shu narsalar. Xo'p, keyin hozir qani, jahannam eshiklari yopiladi va falam yuftah minha babun, hech qaysi eshik ochilmaydi. Jahannamda hech qaysi bir eshigi ochiq qolib ketmaydi. Va jannat eshiklari ochiq bo'ladi. Mana shu joy kerak mana bizga. Jannat eshiklari ochiq bo'ladi. Hech qaysi eshik yopilib qolmaydi. Bir jarchi nido qiladi: "Ey yaxshilikni xohlagan odam, ke." Ya'ni Ramazon oyi keldi. Sen yaxshilikni xohlaysanmi? Yaxshilikdan umiding bormi? Ke. Mana yaxshilik oyiga ke. Va yomonlikni xohlaydigan odam, sen to'xta. Ya'ni bu degani yomonlikni, gunoh ma'siyatlarni qilib yurgan odam, to'xta, sen mana bu Ramazon oyi keldi. Ramazonning hurmati yo'qmi senda? Alloh taoloni "Va man yu'azzim sha'airalloh fa innaha min taqval qulub" degan so'ziga amal qilish yo'qmi? Qachon endi g'iybatdan to'xtalasan? Qachon mana shu har xil bema'ni bo'lgan narsalardan to'xtaysan? Valillahi utaqa'u minan nar. Alloh uchun jahannamdan ozod bo'ladigan bandalari bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo mana shu Ramazon oyida jahannamdan ba'zi bandalarni ozod qilib yuboradi. Qachon bo'ladi mana shu? Va zalika kullu laylati, har kechada bo'lar ekan mana shu. Har kechada mana shu so'zlar aytiladi. Qarang, bizga demak mana bu oyda fazilatiga katta mana bu bir dalil bo'ladi. Bizga kerak bo'lgani shu-da. Xo'p, endi qarang, mana bu hadisni sharhini hozir oz-moz aytamiz mana. Ulamolar aytganki, mana bu hadis zohiriga va o'zini haqiqatiga ko'ra sharh qilinadi. Va sababi va anna zalika kullahu, ya'ni mana shu hadisda hozir yuqorida o'tgan hadisimizni hammasi farishtalar uchun alomat bo'ladiki, Ramazon oyi kirganligiga alomat bo'lib qoladi. Ya'ni farishtalar ham, qarang, alamatu lil malaika, farishtalarga alomat bo'lib qoladi. Lidukhuli shahr degani Ramazon oyi kirishi uchun. Ya'ni farishtalar ish qiladi mana shu Ramazon oyida. Va hamda Ramazonning hurmati katta ekanligiga va shaytonlar mu'minlarga aziyat berishdan to'xtaganligi, man qilinganligiga bitta alomat bo'ladi. Ya'ni dalil bo'ladi demoqchi-da.
Maqsad shu. Demak, hozir mana bu hadisdan dalil olyapmizki, Ramazon oyida farishtalar asosiy ish qiladi. Tushundingiz-a? O'sha farishtalarga alomat bo'ladigan, ya'ni farishtalar Ramazon oyiga kirib, o'zlari nima qiladi? Mana shu farishtalar ish qiladi. Ya'ni rahmat farishtalari bo'ladi bular. Ramazon oyini ulug'lashli mana bunga bir dalil chiqadi. Shaytonlar ham mu'minlarga aziyat bera olmaydi deganida, mana shu ma'noda deb tushunamiz ekanda, qarang. Demak, shaytonlar mu'minlarga aziyat bera olmaydi. Masalan, mana aytdik-ku yuqorida savol beradi ba'zilar. Ramazon oyi keldi, lekin men gunohdan to'xtaganim yo'q. Demak, shaytonlar zanjirband qilinmabdi-da degan savollar tug'iladi. Yo'q, shaytonlar zanjirband qilinishi sizni gunohingizga bog'liq emas o'zi aslida. Lekin bu shayton mu'min bo'lgan odamga, haqiqatda yaxshilikni izlagan odamga u aziyat bera olmaydi. Yaxshilikni izlang siz, Alloh taolo tarafga bir qadam tashlang, Alloh taolo o'zi sizga 2 qadam tashlaydi. Xo'p, xullas, yana mana bu hadis shunday sharhlanadiki, savob va hamda afuni ko'pligiga ishora deb ham hamal qilinadigan, ya'ni shunday deb aytiladi. Demak, mana bu Ramazon oyida savob ko'p bo'ladi. Afu ko'p bo'ladi. Alloh ko'pchilikda afu qiladi. Afu qiladi, kechiradi. Va shaytonlarda adashtiruvi ham oz bo'lib qoladi. Shaytonlar ular zanjirband qilingandek bo'lib qoladi. Ya'ni kuchi yetmaydi. Masalan, mana ba'zi odamlar tush ko'radi-ku, mana tushini aytib beradi. Hali tushida misol uchun yugursa, uni orqasidan it quvlaganday bo'ladi. Yugurasiz, qocholmaysiz. It yetib olay deb turaveradi. Ya'ni maqsad shayton xuddi shunga o'xshash bo'lib qoladi-da. Ya'ni shayton kuchi yetmaydi sizni adashtirgani. Va hamda yana ehtimoli borki, bu yerda mana shu hadisda shunday deb aytsa bo'ladiki, ya'ni shunday deb aytamiz o'zi, jannat eshiklarining ochilishi Alloh taolo o'zini bandalariga ochib qo'ygan toat, ibodatlardan kinoya deb aytsa ham bo'ladi. Ya'ni jannat eshigi ochildi degani ko'p-ko'p ibodat qilib jannatga yaqinlashib ol degan ma'no bor. Sababi jannatga kirishlikka sabab bular. Jahannamning eshigi yopilishi bo'lsa, jahannamning eshigi yopiq bo'lishi bo'lsa, ya'ni bu nimadan kinoya? Bu kinoyaki insonlarning maqsadlari, himmatlar, ma'siyatlardan burilishidan kinoya. Ya'ni bu degani qarang. Ma'siyatlardan himmatlarni to'silib o'z egalarini, ya'ni jahannamga olib boradigan narsalardan to'silishidan kinoya demoqchi. Ya'ni sarful himami anil ma'asil ayla bi ashabiha ilan nar degani, ya'ni mana shu ma'siyat, yomon bo'lgan ma'siyatlar o'z egalarini jahannamga olib ketib qolishidan ya'ni to'xtatiladi. Mana Ramazon oyida insonni ana shu nimasi deb aytamiz, insonni himmati pasayadi, gunohga bo'lgan himmati. Illa uni nafsi o'zi tugab bo'lgan bo'lsa, u davom etaveradi baribir. Aytayapmiz-ku, innan nafsa la amaratun bisu degan Alloh taolo. Nafs u yomonlikka buyurib tashlaydi deb aytgan mana. Va undan tashqari shaytonlarni zanjirband bo'linishi bo'lsa, ular mu'minlarni adashtirishi, mana shu narsadan ojiz ekanligini ifodalab aytilyapti. Shahvatlarni zinatli qilib ko'rsatishligidan ojiz. Qila olmaydi, ya'ni unaqa narsalarga zaif bo'lib qoladi deganda, qani bu yerda ana shu haqiqat ma'nosini, ya'ni haqiqat ma'nosi o'zi aslida bu ham, ya'ni zanjir, mana shu shaytonlar zanjirband qilinadi degan, ya'ni man qilinadi ular. Oldingidaqa insonlarni vasvasa qila olmaydi degani. Xo'p, yana aytilgan, yana bitta so'zda shaytonlarni Ramazonda zanjirband qilib qo'yilishi, ya'ni shaytonlar hozir Ramazonda misol uchun zanjirband qilinishi nimaga ishora deb aytiladigan bo'lsa, mukallafni uzri ko'tarilishiga ham ishora deyilgan. Ya'ni mukallafni endi uzr bildirishiga o'rin yo'q. Ya'ni uzri qabul qilinmaydi. Voy unday bo'lib qopti, bunday bo'lib qopti degan uzri yo'q endi. Go'yo ana shu mukallaf bo'lgan, musulmon bo'lgan odamga aytiladiki, mana shaytonlar o'zi sendan zanjirband qilindi. Endi sen, shayton meni aldabdi-da endi deb turib, itoatni tark qilishda, toatni tark qilishda sen ularni bahona qilma. Ma'siyatni qilishda sen ularni bahona qilma, ya'ni shaytonlarni. Mana shu ma'noda-da bu. Demak, qarang, mana bu joyda mana shu ma'noni mana nazar tutib aytilgan. Xo'p, bularni hali gapiradigan bo'lsa, yana gap cho'ziladi. Bu yerda bir savol qoladi. Ana shu savolda to'xtatsak bo'ladi. Ertaga mana shu joyini alohida gapirib ketamiz. Xosatan bu darsimizda unaqa ko'proq qilmoqchi emas edik, ozroqdan qilmoqchi edik. Qarang, mana bu yerda savol nima?
savol shuki, yomonlik va ma'siyatlar baribir Ramazonda ko'pincha sodir bo'ladi. Shaytonlar zanjirband bo'lgan bo'lsa, nimaga endi yomonlik hali ham bo'lyapti degan savol bor. Ya'ni shaytonlar zanjirband bo'lgan bo'lsa, nimaga yomonlik davom etyapti degan shu savol bor. Ana shu savolni biz ertaga darsimizda o'qiymiz. Alloh taolo o'zi boshlagan darsimizni xayrli qilgan bo'lsin va manfaatli qilsin inshaalloh. Vallohu alam, mana shu joyda to'xtaymiz bo'lmasa.